Assalomu alaykum. Men Xo'jayor Fasilbek, 22 yoshdaman. Hozirda Qashqadaryo viloyat yuridik texnikumining davlat huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Har bir insonning hayotida o'zini sinash, jamiyat uchun xizmat qilish imkoniyati bo'ladi. Bu loyiha men uchun ana shunday imkoniyatlardan biri. Chunki bu loyiha orqali men o'zimga bilim, tajriba va barcha orzular uyg'unlashadi. Loyihaga qo'shilishdan asosiy maqsadim nafaqat o'zimni rivojlantirish, balki jamiyat uchun foydali bo'lgan tashabbuslarni ilgari surishdan iboratdir. Shu bilan birga fuqarolik jamiyatining rivojiga hissa qo'shish, barqaror ekologik muhitni saqlash hamda adolat va inson huquqlarini himoya qilish yo'lida faol bo'lishni istayman. Chunki biz yoshlarning faolligimiz va tashabbuskorligimiz kelajagimizning mustahkam poydevoridir. Ishim komilki, bu loyiha menga jamoada ishlash, jamiyat muammolariga yechim topish va kelajakda o'z kasbimning mutaxassisi bo'lib yetishishimda keng imkoniyatlar yaratadi.